Muşu vaqtinglarni ajırtıp, müşəyə qiymetlik vaqtinglarni, müşilik sen anlaşqa kirgininglar üçün shunaqa xush bo'ldim haqiqatan bek rahmat aytaman mola. Videoluk mau qeyrinishimizdek o'zinglarni ko'rsatib qo'ysanglarmi yaxshi bo'ldi. Ya'ni ki paranglashib aplik bo'ldi keyin diskussion qilgan vaqtida. Men bir tamga qarab so'zlagandek so'zlamay birasa qarab so'zlasam yaxshi bo'lganchim. Şunu eğer yax ko'rsatmaymiz desanglar, o o'zinglarni ixtiyori ham namadamning darhol video ochadigan sharoit bo'lmasligi mumkin uyning ichida. Gapning qisqasi ham boshlab ketsam, bugun bu darsni shu men yaqinda yozib e'lon qilgan East Turkeston's Right to Sovereignty and Decolonization and Beyond degan kitob asosida so'zlamoqchiman. Bu kitobdagi hamma mazmunni so'zlamayman, ammo shu kitobni asos qilgan holda dars o'tishni o'rinlashtirdik. Bizniki satnidan. Bu kitobni Uyg'urchaga tarjima qilsam ismini bu hukmlar nurg'un hukmlar bizning Uyg'urchada bo'lmaganligi uchun tarjima qilishim nihoyatda taskanda. Shunga men bugun dars so'zlagan vaqtimda ba'zi hukmlarni inglizcha deyman, Uyg'urchada tilman lingvistik bo'lmaganligim uchun uning tarjimasini men akirsam bo'lmaydi bu yerga. Men tarjimani yaxshi qila olmayman. Ammo ma'nisini deb o'tab ketaman, ma'nisini tushuntirib uchun. Mana kitobning ismi Sharq Turkistonning egilik huquq haqqi, ya'ni mustaqillik haq huquqi, decolonization and beyond degani mush 2. Dünya urushidan keyin bütün davlatlar bir decolonization, ya'ni mustamlikadan qutulish, mustamlika bo'lgan yerlar mustamlikadan qutulish davriga kirdida. Bu mustamlika tugish kerak degan bir narsa o'ttirib chiqib, mustamlika bo'lgan davlatlar, buni hammanglar bilasizlar, imperiyaning oxirlashishi boshladi. Nurg'un imperiyalar yiqildi, bu nurg'un davlatlar shu sababli mustaqil bo'ldi. Shu vaqtida lekin bu davrni bular decolonization deb atladida. Ma kitobni decolonization and beyond deb yozishimdagi sabab, mushu decolonization davrida Sharq Turkiston mustaqil bo'lishga haqliqmidi? Haqliq bo'lgan bo'lsa, nima uchun mustaqil bo'lanmidi? Xalqaro qonun Sharq Turkistonning mushunda decolonization davrida chiqqan self determination bo'yicha mustaqil bo'lishga tegishli, ya'ni layoqatlik bir davlatligini bilamdi, bilmamdi, nima uchun bu yerda mustaqil bo'lmadi, nima ishga mustaqil bo'lish kerak va beyond deganda undan keyin mustaqil bo'lmagandan keyingi hozirgi kelgusi davrda yana qaysi layoqati tufaylidan, yana qaysi sharoiti tufaylidan, ya'ni genocide bo'layotdi, cho'qim mustaqil bo'lishga tegishli degan mushta decolonization va beyond degan ikki cho'ng qismga bo'linib yozdim. Buningda ikki qism degani ikki partga bo'lib yozib, har bir part birisi 4 chapter, birisi 5 chapter degandekchi 9 chapter, birisi conclusion, ikkisi 4 chapter. Bir oxirgi xulosasi bir chapter, ashta 9 chapterlik bir kitob hamda. Shuning bilan buningda meningki bu kitobningki yozilish sababi biz Sharq Turkistonning mustaqilligini, uning mustaqillikka to'g'ri jarayon ketadi, kurash qilamiz, jarayon burmunchi jarayonlar bor. Uning bilan birlikda, ya'ni xalqaro qonunlarning oldida kez qilib o'ttirg'i tashlash kerak. Men bu kitobni shu Sharq Turkistonning mustaqillik davosini da'vo sifatida xalqaro qonunlarning o'ttirg'i oldiga tashlash uchun yozib chiqdim. Shunga bu kitobda nurg'un xalqaro qonunlar va Sharq Turkistonning tarixi yozildi, misol qilinib. Undaq bo'lsa, bu mustaqil bo'lishga qanday davlatlar layoqatli bo'ladi? Sharq Turkistonni mustaqil qilish uchun avval uning layoqatlik, ya'ni xalqaro qonunlarda, xalqaro munosabatlarda layoqatli ekanligini, cho'qim mustaqil bo'lmaydiganligini o'ttirg'i tashlashimiz kerak. Buning uchun qanday davlatlar layoqatli bo'ladi degan narsani ko'tarib chiqishga kez qilib, undan keyin Sharq Turkiston Muşununğa düşmemdi deganni isbotlashga to'g'ri keldi. Shuningga birinchi bo'limda buni isbotlashga tirishdim. Buni isbotlashtirishganda masalan bu yerda nurg'un shu decolonization va tushuntirib o'tgan mustamlikadan qutulish davrida o'ttirib qo'yilgan self determination qonuni bor, ya'ni o'z taqdirini o'zi belgilash. Yani o'z taqdirini o'zi belgilashni keyingi darsimda texnik to'liq tushuntirman. O degan hamda necha turni o'z ichiga oladi. Buningda bu self determination qonuniga asosan shu nurg'un qonunlar, declarationlar, conventionlar, anondikin General Assembly'ning masalan resolutionlari o'ttirib qo'yildi. Bu deganlar masalan declaration degan jotlarnoma, bu qonunlarning ba'zilari rasmiy o'tgan qonun, ba'zilari masalan u ba'zi qonunlarni qanday bo'ldi degan masalan General Assembly degan Security Council baya emas, 200 necha davlat baya bilsizlar. Ular chiqargan resolutionlar. Bular qanday bo'lib qonun bo'lib qoldi deganda, mushuni davlatlar, chunki bu BDT degan bir davlatlarning treaty orqali yig'ilishi bo'lg'ashqa, ya'ni shartnomalar orqali. Bu yerda bu qonunlar agar davlatlar to'xtamay praktis qilsa, ya'ni amaliyotda ishlatsa, qonunga aylanib ketadi degan narsa bor. Ammo buningdan boshqa BDTniki bu yerda o'ttirib qo'yilgan prinsip, norm degan narsa bor. Bu prinsip degan jukonjes deb qo'ydi.
Fransızca. Bu prinsip degeni masalan şu genocide kanuni prinsip. Bununla ilgili bir askeri kuch bilan cho'qim bog'lab majbur qilib mush qonunga bo'ysunsa degan bir narsa bo'lmag'ini bilan bu prinsip degan norm ya'ni xuddi nima deymiz masalan cho'qim qur'onda mundoq degandikin inson mushta bo'lish kerak deganga o'xshash biz musulmonlar bu yerdami norm ya'ni bir prinsip bo'lib ketganda masalan genocide degan bir prinsip bu degan hech qanday inson qilsa bo'ladigan ish emas hech qanday davlat qilsa bo'ladigan ish emas deb qaraladigan cho'qim bo'ysunmasi bo'lmaydigan bunda bir narsa ya'ni binding qilib askariy kuch bilan majbur qilmoqni shuni bu BDTning nurg'un prinsip self determination deganmi amaliyotda bir prinsip norm shaklda o'tirib chiqqan andan keyin declarationlar bor conventionlar bor masalan man necha misolni bersam miyada Declaration of Principle of International Law Concerning Friendly Relations and the Cooperation Among States degan bir nimasi bor izlab baksanlar bo'ldi bu yilqi davlatlarningki bu declaration qanday chiqqan deganda xalqaro qonunda davlatlarningki do'stlik shaklida bir-biri bilan hamkorlashishi degan narsa chiqqanda declaration nim qilingan General Assembly'da 1970-yili. Shuningdami deyilgan masalan butun xalqlar bu yerda degan butun xalqlar o'zining taqdirini o'zi belgilashi kerak siyosiy huquqini iqtisodiy huquqini butun haq huquqini o'zining nima bo'ldig'ini bundan keyin qandoq bir davlatmi yoki nima bo'ldig'ini o'zi belgilashi kerak deb shunday yozgan ankin Helsinki Final Act degandimi Yevropaninki Security and Cooperation'da qabul qilingan 1975'diki uningdimi ashta bütün xalqlar mustaqil bo'lishi kerak. Yani qisqartib mustaqil deb olsak, mustaqil bo'lishi kerak. Yani o'zining taqdirini o'zi belgilashi kerak deb olgan. Masalan, UN'ninki shu charter, yani qonundagi 55-moddasi, 1-moddasi bularning hammasi qarasanglar, shuni hammasi deb olganmish. Resolutionlarning hammasi degan. Lekin hech qaysida bu all people degan so'zni, ya'ni bütün xalqlar o'zining taqdirini o'zi belgilash mustaqil bo'lish, erkin bo'lish haqqi bor degan gapni nurg'un qonunlar o'xshamagan shaklda ishlatgan bo'lsa, hammasi ham shu butun xalqlar degan so'zni ishlatgan. Ammo bu butun xalqlar degan kimga qartilgan? Bu narsa aniq emasda xalqaro qonunda. Bu narsani keyin shuning bilan bular nurg'un masalan indigenous people deymiz, oz sonliq millatlar deymiz. Masalan dunyoda 800 dek til bor, nurg'un oz sonliq millatlar bor, davlati yo'q xalqlar bor. Bularmi biz zulm uchirgan kim biz mustaqil bo'lishimiz kerak yoki bo'lmasa biz ayrim bir xalq mustaqil bo'lishimiz kerak yoki biz zulm uchirmasak mustaqil bo'lamiz bizning ayrim davlat qurish huquqimiz bor deb chiqqandan keyin buni General Assembly'dan buning bir tushuncha bergan ya'ni General Recommendation deb bir taklif shaklidagi bir narsa chiqarib buningga bu all people degan kimni ko'zda tutadi degan narsaga bir tushuncha bergan bu tushunchalar masalan bu ya'ni bu self determination tushuncha bergan asli o'z taqdirini o'zi belgilashga bu o'z taqdirini o'zi belgilash degan ondaqiligi o'z taqdirini o'zi belgilab mustaqil bo'lish deganlik emas bu ikki xil bo'ladi deb tushuncha berganda ikki xilning birisini sirtqi jihatdan ya'ni shu besilingan ziminlar kolonize bo'lganlar o'zining taqdirini o'zi belgilab tashqi jihatdan o'zining erkin davlatini qursa yoki qanday qilsa o'zining nimasini belgilasi bo'ldi degan endi bu yana ishki jihatga qartildi deb ishki jihatga qartilgan vaqtida u degan shu nimasini siyosiy haqlarini masalan shu davlatning ichidagi unga iqtisodiy va sosyal haqlarını ko'zda tutadi deb shuna deb buningga bir tushuncha berib ayirib qo'ygan self determination degan uchun shu bunda ayirishga sabab chunki bu hamma odamlar bu all people deganning ichiga kirib mustaqil bo'lma desa bo'lmaydi demoqchi bo'ladi endi cho'qim shu besilingan yerlar besilingan xalqlar ya'ni colonized bo'lganlar bo'ladi demoqchi chunki bu self determination degan qonunmi shu decolonization ya'ni mustamlika tugusin degan davrda chiqqanligi uchun shu mustamlika bo'lganlar mustaqil bo'lsa bo'ldi ya'ni o'zining taqdirini o'zi belgilasi bo'ldi tashqi jihatdan bu mustamlika bo'lmaganlarning unda o'zining yeri yo'q davlat yo'q hech nimasi yo'qlarning unda o'zini bu all people degan ularga qartilmagan unda xalqqa deb mushunda chiqargan endi Kanada Amerikadagi davlatlardagi indigenous
indigenous xalqlar bor. Ular bizning zaminimizmi colonize bo'lgan. Biz nimishki mustaqil olmaymizki deb hozirgacha bularmi biz mustaqil bo'lamiz deydi. Lekin Amerika Kanadalar deydi, sen mustaqil bo'lding deydi. Chunki sen bu yerda birsi deydi, sizlarga quruq yatinglar deydi. Terra nulli degan nimasi bo'yicha bu yerda bir davlat bo'lmagan tajovuz qilib kirmadi. Ikkinchisi bu Yevropalar bu zaminni colonize qilib besib olgan bilan, masalan, Angliya Kanadadan chiqdi, Kanada mustaqil bo'ldi deb qaraydi bular. Amerikadan Yevropaliklar chiqdi, Amerika mustaqil bo'ldi deb qaraydi. Ama o indigenous xalqni sen şu mustaqil bo'lgan davlatning ichida nation state yashaysa, shu davlatning ichidagi haq huquqlaring, ya'ni bo'lish kerak. Shu huquqlar bo'yicha o'zingning huquqlaringni izlashing kerak deydi. Agar unda bo'lmaydigan bo'lsa, nima uchun ularga ayrim bir indigenouusning haq huquqi deb shuni bular bir huquq chiqarib qo'yganda ularga o huquqlarning ichida hech qaysida masalan şu external self determination ABM dedim, bu tashqi jihatdanmi bu self determination degan ikkiga bo'lindi, ichki va tashqi jihatdan mustaqil bo'lishga qaratildi deb. Shu qonunda deyilgan tashqi jihatdan degandagi tushuntirishda deyilgan liberation from colonialism degan gap yo'q. Onu demey, faqatlam ularning huquqlarining hammasida siyosiy huquqi bo'lishi kerak, iqtisodiy va sosyal huquqlarni taraqqiy qildirish uchun erkin nimasi bo'lishi kerak degan. Political status degan bir gap bor ularning va shu indigenizlarga chiqargan nimada huquqlaridan. Political status deganni shu o'zining taqdirini o'zi belgilab mustaqil bo'lishqu deb tushunib olganlar bor. Lekin unimi yeshib deganda bu political status bo'lish uchun avval sen vot berishing kerak. O'zingning shu davlatning ichidagi political statusini belgilashing kerak. Ya'ni hukumatning ichiga kiralishing kerak, bilet tashlay olishing kerak. U yerda nurg'un shu davlatning, ya'ni shu nation statening ichidagi nurg'un haq huquqlaring bo'lishi kerak deydi. Şu huquqlar seninki political statusingni belgilaydi deydi. Amaliyotda o political status o huquqlarni olgandan keyin, masalan, Quebec, bizning Quebecda bu fransuzlarning nurg'un political status haq huquqlarini oldida bular. Olgandan keyin mustaqillik desa, bular deydi, sen mushu nation statening ichidagi boshqa nation bilan baravar, mushu sening davlating, davlatning ichida davlat quramsan. Sen hamma huquqing bor bo'lsa, yana nimishga davlat qursa deb boshlaydi. Shunga bu colonization degan narsa hamda mush all people degan hammadan mustaqil bo'ladi degan gap bilanlar mushu mustaqil bo'lsam bo'ladi, mustaqil bo'lsa bala degan bir narsa qartilmaydi. Ya'ni besilingan zaminlar mustaqil bo'lsa bo'ldi deydi. Unda esa qanday yerlar besilingan zamin bo'lsa bo'ldi. Bunimi bular ayırıp qonun chiqargan. Masalan, bu decolonization degan nega qartildi deganda 637 nimasi bor bularniki bir nazariyasi bor, tuzluq suv nazariyasi degan 637 resolution General Assembly'ning. Shuningda deydiki, dengiz atlab besib olgan bo'lsa, bir yerni mustamlik qilgan bo'lsa, shunday yerlar mustaqil bo'lsa bo'ldi deydi. Masalan, Yevropa, Afrikani dengiz atlab besib olgan, ular mustaqil bo'ldi. Çünkü mesela Angliya, Hindistonni besib olgan dengiz atlab shunday yerlar mustaqillikni elish kerakki, mustaqil bo'lib kelsa bo'ladi deb. Mushta tushuntirdi. Bu dengiz atlab mustaqil bo'lsa bo'ladi degandan boshqa, ammo bunda degani bilan dengiz atlab hamda aniq borderi var. Yani bir devlet bilan bevosita tutash emas, chegaralanadigan bo'lish kerak degan bir tuzluq suv nazariyasini chiqargan. Ammo nurg'un davlatlar unda dengiz atlanmaymi besilingan yerlar, ya'ni tajovuz qilingan yerlar bo'lganligi uchun bular hamda bu tuzluq suv nazariyasi amaliyotda masalan Sharq Turkiston masalasiga kelgandimi munosibatsiz bo'lib qoldi. Bizni dengiz atlab besib olmagan bilan bizniki bir aniq borderimiz bor. Onun keyin 1541-qonunga deyman şeyga qo'ygan. 1541 resolution'ninki. Shuningda hem coğrafiyalik jihatdan ayrilib turish kerak deydi. Dengiz degan gapni qilmaydi-da, besilingan yerlar. Hem u yerdagi millat va xalqlar avu tajovuz qilib kirgan xalqlarga o'xshamaydigan xalqlar bo'lish kerak. Ya'ni ethnically different bo'lish kerak deb yozgan. Shu qonunga asosan masalan Sharq Turkiston amdi kelsak, masalan bu colonization degan mushtayyalarga qaratildi ekan. Unda olsa Sharq Turkiston mustamlika qilinganmi? Buni isbotlash to'g'ri keldi. Isbotlagan vaqtida Sharq Turkiston haqiqatan mustamlika qilingan. Masalan, coğrafiyalik chegarasi yo'g'on bir qumliq bilan, hatto aniq oldi Sadlichin sepili bilan ayrilib turdi. Ya'ni bu nima bu mundaq bir o'ttirdi bir davlat bo'lmasimi, qumliqni Xitoylar mening demaydi, Gobi Desertni, Mongoliyami mening deydi burun. Ayrilib turdi bu bir.
İkincisi, muşta tuzluq su nazariyasi demisimi, şu kanunun 1541 kanundaki coğrafilik ve etnik degenge düşüdü. Çünkü u yerdeki xalqlar Xitay emas. Xitay besip turvagan vaqtida u yerda aram 5-4% Xitay vatdi. Qolgan hammasi boshqa millat, ya'ni Turkiya xalqlarida. Shunday bo'lganligi uchun bu 1541 resolution bo'yicha bu biz mustamlik qilingan yer. Ammo deydiki, sen mustamlik qilingan yer bo'lsa, Xitoy deydi, qo'pib, men bu kitobni yozayotgan qiziq bir narsa deb beray. Yozayotganda mening enjoy qilgan bir narsam bor. Pek rohat yozgan, ya'ni shunda qiziqib yozib ketgan, uyqum kelmay tong otgacha o'tirib ketgan yozg'ichi vaqtlarim bor. Qanday vaqtlar desa, mushunda argu qilayotgan vaqtimda Xitay go'yoki mening oldimda o'tirdi, bir Xitoy amaldor o'tirdi, men bilan yo'q sening mundaqdi, yo'q andaqdi, u yer biz sen degan mustaqil bo'lolmaysan, mundaqdi deb u men bilan deyishyotdi. Men uning bilan deyishyapman-da yozganda. Men uning bilan deyishib har bir qitim utgan vaqtimda bir abzas yoki bir necha varaq yoki bir chapter tutgan bo'ladi-da u kitobda. Ashuni men bek enjoy qildim bu kitobni yozgan vaqtida. Ammo til jihatda bak qiynalgandim inglizcha bo'lganligi uchun, ammo men argu qilgan vaqtimda nihoyat rohat, chunki bizning haq da'vo bo'lganligi uchun men har qitimda utdim. Men qarshimdagi Xitoy bilan go'yo oldimda bir Xitoy o'tirdi. Men uning bilan munozir qilyapman. Men bu kitobni yozyapman, uning bilan munozir qilyapman. Har qitimda men utdim. Shuna bo'lganligim uchun mening eng rohat xo'sh bo'lganim, men bir kitob yozdim deb xo'sh bo'lmadim. Sharq Turkiston xalqining haq davosini biz argument bilan Xitoyni urib o'tirib qo'ya oldik deb xo'sh bo'ldim. Mushu kitobda men haqiqatan shunday qildim. Sizlar inglizcasini o'qib baqsanglar buni bilsizlar. Men chunki hozir kitobning hammasini Uyg'urchaga yaxshi o'rganmaganligim uchun yaxshi tushuntirib berolmayman. Shuna bo'ldi-da, shunga endi hozir dedik. Bu ya unda bo'lsa, Sharq Turkistonning mustamlika qilingan zamin ekanligini Xitoy bilan men qanday argu qildim. Oldimda bir Xitoy o'tirdi deydi. U deydiki, sen azaldan bizning zaminimiz, Xitoy deydi. Xan sulolasidan boshlab sen bizning zaminimiz deydi. Xan sulolasi faqat Turpanning kichik bir qismini besib olgan. Shunday o 201 ACD'da. 202 Ammo u yerni sen butunlay hokimiyatda butunlay kontrol qilmagan. U tarixlarni men so'zlamay. Uningdan keyin u yerga Xitoy kirganmi, kirmagan. Tang sulolasi deylik. Tang sulolasi kirgan bo'lsa, Tang sulolasi Xitoy emas. Umi Mongollarga o'xshash bir stabli boshqa qabilalardan tuzilgan bir sulola. Tang sulolasi uning ustiga butunlay Xitoyni ishlatmagan bir etnik, multi etnik bir sulola bo'lgani uchun. Uning ustiga o'yin ichida Xitoymi bor, ashta Manjular deb qilganda ular. Shuninga sen Tang sulolasini bu Xitoyning azaldan bir zimini deyolmaysan. Sen faqat Ming sulolasini desang bo'ladi. Sening tarixing shu Ming sulolasi. Ming sulolasidan keyin seni Mongolmi besib oldi, Manjumi besib oldi. O'zingning Sunjungsanning yozgan gapi Mao deb misol qildim. Sunjungsan davlat demisini qurgan vaqtida Sunjungsanning yozgan so'zi bor. Men shuning uchun Sunjungsanning Sanminjuyini o'qib chiqdim. Shundan bir uzun kitobga to'xtamay shu varaqlab ko'rib chiqdim-da. Sanminjuyisida yozgan gapi bor. Bizni Mongollar istilo qilgandi, Manjular istilo qilgandi. Biz ularning hammasini o'rgatdik deydi-chi. Öğretip yeni bir devlet kurmakçı deydim. Ondan olsa sen Zozongtang'ni nemişke 1884 yılı Zozongtang Manju'nun adı mı o Xitay olsunmuş, değil mi? Manju imperiyası bizni bir sıvasa onu sen biz doğ, biz Xitay şu, bizni Manju mu bizninki de biz şu vaqtidan tartib sizlarni egallagan yoki uningdan burun tug'ilishingdan tartib bu yer bizning deb sen nimaga asosan bunda deysan, tushunami? Bu bir narsa chiqibdi. Chunki Sunjungsanning o'zining degan gapi bor. Misol qilib ashaga yozdim. Aşında argu qildim. Masalan, bizni yana nima uchun bu yerda kolonize bu Xitoy besib oldi deylik. Xitoy qachon besib oldi bizni deganda, men bu kitobda faqat kommunist Xitoy bilan, hozir bizni besib olgan Xitoy bilan argu qildim. Shuning bilan aniki bu Xitoylar masalan qachon kirdi bizni hozir bizni besib olgan Xitoy bilan deyishyapmiz biz. Biz Manju bilan deyishyapmaymiz. Bizni kim besib olgan bo'lsa, hozir biz shu. Manju bilan derdimiz tugidi. Biz qo'llab chiqarvatdik. Mongol bilan mi tugidi? Shunami? Ular bizning dinlarimizni qabul qildi, biz aralashib ketdik ular bilan tugidi uning ishimi. Biz hozir kommunist Xitoy bildiramiz. Kommunist Xitoyning sening bizning yerimizni sening deydigan hech qanday huquqing yo'q. Xalqaro qonun bo'yicha yoki shu imperiya, masalan, nima hozir ma'niday, men uningga keyin kelay. Xalqaro qonun bo'yicha bu yer kirib burun davlatmiti, davlat emasmiti. Quruq yerni besib olganman, sen indiyalarning, indigenizlarning yerini olgandek quruq yerga kirmagansan. Biz u yerda bir davlat qurgan. Anki men kitobimda biz qaysi davlatlarni qurdik. Bu davlat qanday davlatlar davlat bo'lib atiladi. Buni isbotladim.
Davlat bo'lish uchun nima sharoitlar bo'lishi kerakdi? Biz qaysi sharoitlarni hozirlab davlat degan shartga tushdik xalqaro qonunda. Buni Montevideo Convention bo'yicha har bir shartiga tushirib turib isbotladim. Davlat bo'lishdan burun, masalan, davlat bo'ldik deyli u yerda. Sen kirmidin. Sen Xitoy Kommunist Partiyasi, Xitoy davlati bu yerga kirishdan burun Manjuni biz ag'dirdik. Manju o'zi ag'dirilib tushgan vaqtida Gomindangning masalan Yuanshga uyaga avatdi, Yangzishingni, Jinshurunni, Shinshisayni uchini avatdi. 3 yilisi Gomindangga to'liq sodiq bo'lgan emas. Shuni biz ularni militarist deb ataymiz. Ular davlat emas. U yerda bizni bir davlat tutgan bo'lsa, tajovuz qilib kirib Manju imperiyasi o'lgandan keyin, yo'qolgandan keyin. Ondan keyin hamma davlatning davomi sentding. Sen şular Xitay, Gomindangning davomi sen yoki Gumchandang törelgen Xitay devletinin davamı sentdan desek. Lekin ular militarist. Ular hech qachon o'zining Manchu imperiyasiga Manchu imperiyasi Gomindangga nima qildi-ku? Gomindangga to'liq sodiq bo'lmadi. Bopmu Shinshisay o'zining xonligini qurmoqchi bo'ldi, unimi to'liq qurib bir davlat shakllantirmadi-da u yerda. Mumkin bu Bopmu Shinshisay birdam Sovet bilan, birdam Gomindang bilan aloqa qilib, ikki o'ttirliqda manda uchib yurgan birisi u. Unda bo'lgan keyin u militarist, u davlat hisoblanmaydi, state emas. U unda bo'lgan keyin Xitoy Kommunist Partiyasining oldida bizga kirgini Gomindangmi emas, Gomindangning u yerda haqqimi yo'q. Undan keyin Xitoy kirdi. Xitoyning tajovuzi u boshqa. Haqiqatan tajovuz qilib kirdi, uni ayrim so'zlayman. Endi bu yerga Xitoy kirishdan burun, masalan, bu xalqaro qonunda Uti Possiditis deb bir prinsip bor, doktrin. Bu doktrin bo'yicha deydi, masalan, shu mustamlik qilingan rayonlarga imperiyalar mandatory transfer qilib bergan bo'lsa deydi. Masalan, shu imperiya bisib olgan yerda imperiya tushib, yangi bir davlat chiqqan bo'lsa, imperiya shu o'zining bisib olgan territoriyasining hammasini shu qayerini, masalan, qayerini shu territoriyaning mersini oldu deb shu yangi davlatga o'tkazib bergan bo'lsa, shu territoriya shuning oldu deydi. Xitoyga o'tkazib berganmi? Manju imperiyasi o'tkazib bermagan. Undan keyin bularning legally not entitled. Onda huquqi yo'q. Ma yaning egisiman deydigan, ma qo'lida title yo'q desak bo'ldi. Yani uyning bir title bo'ladi-ku, masalan, yer xatdak. Unda narsa yo'q Xitoyning. Manju hukumati O'Neilning kitobida bir narsani olgan, lekin O'Neil Xitoy bilan birlashib yozgan kitob bo'lg'achqa, uni nima qilib yozibdi bo'ldi. Shunda perspektivasi butun Xitoy tarixini asos qilib yozilgan narsaga, u kitobda Yuanshgay, bu shu Mongol, Tibet, shu musulmonlarning yurti deb ataydigan vaqtda Sharq Turkiston. Shu ya'ni hammasini shu nimaga o'tkazib bergan, Yuanshgay, shu Gomindangga o'tkazib bergan degan bir narsa bor. Gomindangga bo'pti o'tkazib bergan bo'lsa, unda o'tkazib bergan bir narsami yo'q hozircha. Mandatory transfer qilingan, masalan, Angliya Hindistonda o'tkazib bergan vaqtida Makhon line deb bor, siziqi degan. Shunda bir siziqni sizib, mayadan mayakaga, sening ayadan ayakaga bu Hindistonning territoriyasi Mao deb xaritani aniqsini sizib o'tkazib bergan. Ammo Manjuda unda saqlangan bir dokumentni biz ko'rmadik. Agar Manju imperiyasi buni Gomindangga shunda o'tkazib berdi-mi deyli, endi shunda bir dokument bir yerdan tipib bir kuni bular chiqarib qoldimi deyli. Lekin Gomindangning bizda hech qanday huquqi yo'q. Chunki o'tkazib bergani bilan uya u vaqtida militaristlarning qo'lida edi. Masalan, men u kitobga 3 xarita kirgizdim. Bu xaritaninki birisi 33-yili, yana birisi 34-yili, yana birisi 30-yili chiqarilgan xaritalarda. Shu vaqtida Gomindangmi bor vaqti, Gumchandangmi bor vaqti, Manchu imperiyasi yemirilgan vaqtlar. Lekin mushu xaritalarning hech qaysida Sharq Turkiston Xitoyning bir zimini qilib kirgizilgan emas. Masalan, Gomindangning o'zining bir xaritasi bor meyada. Abay dedim-ku, Gomindangning qo'liga o'tkazib bergan bo'lsa, ishda bir dokument chiqib qolgan taqdirdami, Gomindangning qonunliq moya asli meninkiti deydigan, imperiyadan menga qolgan miros deydigan bir huquqi yo'q. Chunki bu xaritalarningki birisi, masalan, Amerikaning chiqargan xaritasi. Amerika u vaqtda Gomindangni qo'llayotgan vaqt bo'lsa, nima uchun Sharq Turkistonni ayrim bir davlatdek sizadi u xaritaga? Ya'ni Mongoliyadek, tashqi Mongoliyadek sizganda yo'q. Xitoyning xaritasini ichida-chi. Uningki Yaponning chiqargan bir xaritasi bor. U Yaponning chiqargan xaritasidami, shu nima yo'q, shu bizningki territoriyamiz va Mongoliya va Tibetninki nimasi u Xitoyning xaritasining ichida yo'q. 32-yili chiqargan
Komünistlar özünün bir xəritəsi var. Bu komünistlərin xəritəsidimi? Qayerlərdə komünistlərin gücləri var degan narsani sızğanki bu xəritədə. Gomindanın qanunsuz egalligan yerləri, Xitoyning zimini ma'vu deb bir chiqqan xəritəsi var. Bu xəritədimi qat'iy o özlərinin gücü bilan, kommunistning gücü bilan Gomindanning gücü bor yerni chiqqan xəritəyə bizning Sharq Turkiston yo'q u yerda. Agar shu vaqtda masalan Shinshisay batdi, Gomindanning kuchi Sharq Turkistonda deb Shinshisayni Gomindanning adimi yoki Jinshurini Gomindanning adimi deb e'tirof qilmagan bo'lsa, bu xaritlarga u yerlar kirgizilmagan. Shuningga masalan Gomindan ashda huquqi uning yo'q. Xitoy kommunistlarining-chi uning teximi yo'q. Nimishga deganda u yerda biz Xitoy kirgan vaqtida biz bir davlat bo'lib qurilib bo'lgan. Devlet bulup kurulup olduğumuzni qanday isbatlaymiz deganda, bu zodi sen devletmittin, emasmittin deganda qanday isbatlaymiz deganda, ko'pincha Uyg'urlar ush BDT tonussa devlet olumuz, tonumisi devlet olmaymiz deb bizni BDT tonumagan, bizni boshqa devletlar tonumagan degan narsani ko'tarib chiqadi-chu. BDTning tonush tonumasligi, ya'ni BDTdagi boshqa devletlarning bir devletning devlet yoki devlet emasligini tonush tonumasligi politikal masala u. O'zining manfaati kas tunuydi, o'zining manfaati kamisa, har qancha kuchlik davlat bo'lib ketsingizmi tunimaydi. Masalan, Tayvandimi masalan davlat deb e'tirof qilliqliq emas BDT, shunaqmi? Endi biz shu xalqaro qonunda state, ya'ni davlat, state deganda men shu hozircha davlat deb turay. Hukumlarni shuni tarjim qilolmayman, men xato chiqatmasin degandim. Biz shunda bir narsa state bo'lganmi, ya'ni shu vaqtida deganda, mushu Montevideo Convention deb bir convention bor xalqaroda. Aşının qarab baxsanlar bo'ldi. Aş konvensiyonda state bo'lish uchun cho'qim muqim bir territoriyasi va u territoriyada yashaydigan xalqlari bo'lishi kerak deydi. Bizning bo'lganmi? Sharq Turkistonning ayrim bir xaritasi bor. Bu o'zgarmas narsada, bu nihoyat muhim narsa. Xitoy bilan chek chegarasi aniq bir xaritasi bor. U yerning bir territoriyaning shu territoriyada uzundan beri shu territoriyada yashab kelgan, shu territoriyaga mansub bo'lgan bir xalqi bormi? Yani Uygurlar ve başka Türkiye milletler. Xitay muşunu yok qilish uchun, mush Uygurlarni yo'qotibsan, mayadagi territoriyadagi xalqlar degan narsani yo'q qilaman deb ma'mu bir maqsadi Xitoyning-chi Uygurlarni yo'qotib etishdi. Bu territoriyada Uygurlar ve başka Türkiye milletler yaşaydı. Bu ularning zimini, bu shu territoriyaga vakillik qiladigan bir xalq bor. Onundan keyin ikkinchisi bu qonunning shartida bu yerda qurilgan hukumat shu yerning xalqiga reprezent, ya'ni vakil bo'la olamdi, vakillik qila olamdi, shu yerdagi xalqning manfaatiga vakillik qila olamdi, shu yerdagi xalq bu hukumatni, qurilgan hukumatni, ya'ni davlatga e'tirof qilamdi degan bir narsa chiqdi. Sharq Turkistonda Yakup Bey'nin devletini deyli, yana ikki cumhuriyetini deyli, 3 qitim bir davlat qurilgan, Xitoy mush Manju kirganini hisob qilsak, Yakup Bey'ning birinchi qitim Xitoyning kirishidan. Keyin Xitoyning kirgan vaqtidan desakmi, ikki cumhuriyetimiz bor. Bu ikki cumhuriyet ikkinchisi Sharq Turkiston Cumhuriyeti, ular Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilgan bir hukumat. Garchi shimol tarafni egallab bo'lamagan bo'lsa, janubni egallab bo'lamagan bo'lsa, ikkinchi qitimliq Cumhuriyet, birinchi qitimliq Cumhuriyet shimolda kuchini nim qilamagan bo'lsa, ammo bular butun Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilgan bir hukumat, butun Sharq Turkiston xalqining hukumati, ya'ni Sharq Turkiston degan ism bilan Türkiye millatlariga nim vakil bo'lamiz deb chiqqan bir hukumat. Men bu hukumatlarningki bütün qonunlarini, o'ttirib qo'ygan declaration xitobnomalarini shu vaqtida yurgizgan shu hukumat structure, ya'ni hukumatlarningki nimasi bor, shularning hammasini mush kitobimga kirgizdim. Buni qarayotgansak, mush hammasi faqat musulmon Türkiye millatlariga vakillik qilamiz, boshqa millatlarga madaniy erkinlik beramiz deb bütün Sharq Turkistonga vakillik qilib qurilgan bir hukumat. Bu qonunlarni o'qisam shu chiqdi, u qonunlarning ichidan. Bularning hammasini tahlil qilib yozdim kitobga. Bu 9-chi qismiga bu milliy ideologiyasi nim bo'lgan o'z vaqtidagi davlatlarimizning. Bundan keyin davlat qursak qanday quramiz? Qanday milliy ideologiyani o'ttirib qo'yamiz? Bizning davlatimizning Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa, xalqaro o'ynaydigan roli nima? Tashqi va ichki jihatlarda qanday foydasi bo'ldi, nimalar bo'ldi deganlarni bir tafsiliy yozmasam-mu, endi bir yig'inchoq bir shaklda yozib chiqdim. Shuning uchun bizniki Montevideo Convention deganga biz bir davlat bo'lganmi deganda davlat bo'lgan, buni tushunamiz. Uchinchisida bu conventionninki degini bu yerda qurilgan shu
boshqa davlat bu qurilgan hukumatning xalqarodagi boshqa davlatlar bilan ilişkisi munosabati bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni munosabat qura oladigan bo'lishi kerak degan narsa bor. Ya'ni e'tirof qilingan boshqa davlatlar tomonidan e'tirof qilingan munosabat qura oladigan bo'lishi kerak. Bu qonunda e'tirof qilingan, ya'ni recognize tonigan bo'lishi kerak. BDTdagi butun davlatlar deb yozgan bir narsa yo'q. Faqat boshqa davlatlar bilan munosabat qura oladigan, munosabatga kirgan bo'lishi kerak deb yozgan. Bizda shunday bir capacity bo'lgan. Birinchi Cumhuriyetimiz masalan nima to'nigan, Ottoman imperiyasi to'nigan, British bilan, Angliya bilan xat aloqa qilgan, ilişkisi bo'lgan, biz sizlarga Osman Sabit Tabullamning yozgan xati bor masalan, u yozgan xatni misol qilib referensi kirgizdim men. U xatda deydi bizlarga jipak aloqa, savdo aloqa qilayli Angliya bilan, bizga askar falan beringlar deb yozilgan rasmiy diplomatik munosabat qurgan xat bor bu yerda, diplomatik munosabatni. Undan keyin ikkinchi Cumhuriyetimiz Sovet bilan, yani Sovetlar bilan rasmiy diplomatik munosabat, savdo munosabati bo'lgan. Ya'ni ilişkiga kirgan. Masalan, dehqonchilik narsalari, dehqonchilik nimalarini, undan keyin jung degandek ashta teri degandek narsalarni eksport qilgan, Sovetdan qo'ralagan, tijoriy almashtirish, mana bir diplomatik munosabat bo'lgan. Ya'ni ilişkiga kiradigan. Ham bu kirish kapasitesimi bor-da, lekin urush bo'layotganda oshinchilik kirdi, hamma davlatlar kirib ketolmaydi, uni asta-asta kirdi degan gap. Shuna bo'lgankin bu Montevideo Convention bo'yicha Sharq Turkiston u yerda bir davlat, ya'ni state deb e'tirof qilinishi kerak. Bu haq. Xitoychu Xitoy state deb e'tirof qilinanda yo'q. Chunki Xitoy Stalinning yordami bilan bu yerga tajovuz qilib kirgan. Sharq Turkiston davlati qurilishidan burun, ya'ni Xitoy masalan 40 o'zining davlatini 49 qurdi-ku, Xitoyniki PRC, People's Republic of China 49 qurdi, Jumhur Xalq Cumhuriyeti degani. Biz degan 44 qurgan. Bizdan 5 yil keyin. Bumi ko'z tutib turibdi-da, bizning bir davlat bo'lganligimizni. Endi Xitoyning, hatto bu Xitoyninki Ming sulolasi dedim-ku, Ming sulolasini Manjular o'z vaqtida 1644-yili tajovuz qilgan, bizga 1759 shunday-ku, bizdan burun ularni besib olgan Manjular. U Xitoy mening davlatim degani bilan. Shunda bu kommunist Xitoy bu yerga kirdi. Stalin bununla yordam qildi. 500 o kitobda nurg'un xatlar, Stalinning yozishgan telegrammalari Mao Zedong bilan manda yordam qilman deb avatgan askar 500 mingdek aeroplanlar, shunday narsalar bor. Endi Xitoy qo'pib buni xalqaro qonunda bunda bir narsa bor yana. Yana bir qonun, hozir ismini unutib qolmish, kitobimda bor. Shu resolution shuningda deyilganda deydiki, agar deydi, masalan, bir askariy tajovuz qilib kirmasa, u tajovuz hisoblanmayganda, masalan, tinchlik bilan bir yerni egallab olsa, u tajovuzlikka kirmaydi ekan kolonizm. Shuningga bu Xitoyning davomli biz Xinjiangda tinchlik bilan ozod qildik degani shu ekanda, liberation qildik deb. Men deyman, Xitoy sen Gomindangni agar men Gomin shu kirib olgan shu Shinshisay deganlardan tortib shu men kontrol qilib kelgan seni desang agar, undan so'ng Shinshisay u Jinshurun degan yana birlarini nemishga qonunsiz ular biz ozod qildik tinchlik bilan deb ularni ikki xil o'ynatibdi bu Xitoy. Bir tarafdan ularni qonunsiz biz bu yerni ozod qildik deb e'tirof qilmaydi masalan. Yana bir tarafdan shularni Xitoy shu vaqtdan tortib Zozintangdan tortib bizning yerimda bu ya burundan tortib deydi u Han sulolasidan tortib. Zozintangni hatto shu Naiti cho'ng bildi masalan Xinjiangni shu ilib yaxshi qilibdi qaytadan debchi. Bu sening nima aloqang bor uning bilan? Unda odam unda e'tirof qilib adam bu yerni qonunsiz besib olgan bular deb o'zi deydi. O'zining shu yozgan bir muncha Mao'ning yana birsini yozgan materiallarini kirgizdim kitobda. Deydi bularni qonunsiz bu yerga bu Jinshurun yana birlarini deydi. Militarist ko'rdi. O'zlari militarist deydi. Yana bir tarafdan shu Xitoyning bir qismi davomli bizning yerimiz deb deydi. Undan so'ng sen bu yerni tinchlik bilan kirib oldingmi? Xalqaroga bular bizni aytib tinchlik bilan kirdik deb bizning chavaq-chavatgan videolarimizni ko'rsatdi. U video degan paket bo'lanmaydi. Xalqni ko'chaga tizib chiqib biz nima deb aldab chavaq chal desa xalq degan qo'y. Chavaqni chalayverdi, u video hech narsaga isbot bo'lanmaydi. Bu yerga kirib olgan vaqtida Xitoylar tajovuz qilib kirganmi? Tajovuz qilib kirgan. Askar kuchi bilan kirganmi? Askar kuchi bilan kirgan. Tinchlik bilan bo'lsa, nemishga askar kirding? Nima uchun unda bo'lsa, bu yerdan sizlar menda yaxshi bilsizlar bu tarixlarni. Bu yerga unda bo'lsa, sen Osman Baturning qo'zg'oloni nemishga chiqdi bu xalq tinchlik bilan sen bilan hamkorlashib
seni tacavuzchi ko'rmagan bo'lsa. 1954'ten 56'gacha Xotamda 40 nechadan ortiq qo'zg'alon bo'ldi Xitoyga qarshi, Xitoyga biz mustamlika bo'lmaymiz degan. Bu qo'zg'alonlar nima uchun chiqdi? Shu vaqtlarda Ko'kto'qayda, Turpanda bo'lgan qo'zg'alonlar, shimoldami qo'zg'alon bo'ldi-da, masalan, nima uchun chiqdi? 62'ga kelguncha qanchalik odamni o'ltiribdi bular. Birdan boy deb, birdan uni deb, birdan buni deb. Buning hammasini yozdim. Demak, bu yerda xalq mustamlika bo'lmaymiz deb mustamlikaga qarshi turgan. Qarshilik bo'lsa bu tinchlik bilan mustamlika qilinganlik nima? Tinchlik bilan ozod qilinganlik, ya'ni peaceful liberation. Bo'lmaydi bu. Bu mustamlik qilinganlik bo'ldi. Chunki u yerda bir qarshilik bor. Sen askar bilan kirding, tajovuz qilib kirding. Buning hammasining faktları mana turibdi bu yerda. Unda bo'lganki, sen bir tajovuzchi. Muşta da bu Xitoyninki tajovuz qilib kirganliklarini isbotladim. Bu yerda hammasini so'zlab bo'lgan bo'lmaydi. Asosan nurg'un qonunlar, nurg'un tarixiy Xitoyning o'zining materiallari shularni kirgizib, mushu Xitoyninki zodi biz Sharq Turkiston, ya'ni qualified bo'lish uchun mustamlika biz besilingan, tajovuz qilingan bir davlatdik, ya'ni bir tajovuz qilingan yalam emas, biz bir davlatdik. Decolonization bo'yicha, ya'ni mustamlikadan qutulish kerak deb xalqaro mush narsani o'ttirib qo'ydi nurg'un davlatlar. Masalan, East Timor qarab boqaylik. East Timor degan West Timor bilan tutash bir yer, u o'tirsa chegara yo'q, biznikida qumliq yo'q, yo sadichin sepil yo'q, yo bir dengiz yo'q ashta. East Timor keyin Portugizcha ketgandan keyin Indoneziya aldı, mening ziminimda deb qaytirib olsa, East Timor qabul qilmadi buni. Qarshilik ko'rsatib, 100 mingdek odam o'ldi, nurg'un urush qildi bular. Keyin oxiri Saxurama boshlig'i chiqqan vaqtida 98 bu deyman. U yerni beryapti, mustaqil bo'ldi-da, shu o'z taqdirini o'zi belgilash qonuni bo'yicha. Biz nimishga, biz ularga qaraganda texmi bek qualified, bizning butun shartimiz tushudi. Biz hatto bir state, davlat bo'lib qurilib bo'lgan vaqtida tajovuz qilib kirib olgan. Chunki Rus bilan u vaqtida Rus bu sizlar bilsizlar bu tarixlar tafsilga kirmasam bo'ldi. Yaponning ta'siridan ansirgan, yana boshqa ansirashlarimi bor. Undan keyin 11 bitim bilan Gomindanga nim qilyapti, setyapti degan narsa bor. ABM deb o'tganimda Gomindanga setyapgan taqdirdami Gomindaning huquqi yo'q bu yerda. Chunki oyadagi militaristlar bizni kontrol qilgan. Gomindang bizni butunlay hamma yerni kontrol qilib texi unda ap ketgani yo'q u vaqtida. Ham uning ustiga Gomindangni biz urush qilib Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilib, ularni qo'g'lab chiqarib bo'ldik. Chiqarib 11 bitim qo'l qo'ygan taqdirdami, u 11 bitimni hech kim e'tirof qilmagan. Qog'oz yuzida qolgan. Jang Jijonning o'zining arz qilib yozgan xati bor ekan Rus elchisiga. Rus elchisiga yozgan xati deydi o'sha kitobga men referens qilib kirgizib qo'ydim. Bular 11 bitimga qo'l qo'ygan bilan hech narsani e'tirof qilmadi. Tarbag'atayning elchisi nima boshlig'i menga yozgan xatida Sharq Turkiston Cumhuriyati deb tamg'urib xat yozibdi. Qilayotgan bütün ishlarda Sharq Turkiston Cumhuriyati deb hozirgacha ashta ataqliq hech narsaga amal qilgani yo'q. 11 bitimga qo'l qo'yib ketib deb anondan keyin janubga kelib, janubni ozod qilib, janub tarafini birlashib, bular bütün Sharq Turkiston Cumhuriyatini texnik birlikka keltirib, shu hamma Sharq Turkistonning hamma yerini ashta qurib chiqib, bizni qo'g'lab chiqarib atmoqchi. Bular hech narsaga amal qilmadi. 11 bitim yog'an deb Jang Dijonni yozgan xati bor. Ankin Ahmad apandining bir yozgan xati bor ekan, u xatda bular 11 bitimga amal qilmay janubda Uyg'urlarni unda o'tiryapti, manda o'tiryapti, inson haqlari kapolatlik qilmadi, aqlay shaqlay deb. Shuna yozgan xati bor. Ammo mushta narsalarga dokumentlarga qarasaqmi, Gomindangning hech qanday haqqi yo'q u yerda. Birsi uchchi militarist, sen davlat emas, sen vakil bo'lamaysan, Sharq Turkistonga vakil bo'ladigan bir davlat emas xalqaro qonun bo'yicha, uningga tushmaysan. Ikkinchisi biz ayada davlat qurib bo'lgan, u 11 bitim qog'oz yuzlik bir narsa, u oqmaydi, u chikatdi. Uchinchisi sening bilan ishimiz yo'q. Chunki bizga kirvag'ini Xitoy kommunist. Gomindangni Xitoy o'zim e'tirof qilmaydi. Junay Bandan konferensiyaga berib, bütün masalan Gomindangni e'tirof qilmanglar, u vaqtda Xitoyni e'tirof qilmagan-ku bular. Bizni e'tirof qilinglar, ular qonunsiz deb Xitoy o'zi e'tirof qilmaydigan bir Gomindang bizga 11 bitim tufayli bizga ega chiqib ketalaydigan unda haqqi yo'q. Xalqaro qonunda bir tiyin 11 bitim. U talishib, u gap qilishlarning u Facebookda, bizning YouTube'dagi, Ahubdagi deb ko'nglerim bo'lib ketishning hech hojati yo'q mencha. Chunki u oqmaydigan narsalar. Bu hozir bizni besib olgan Xitoymi e'tirof qilmoqlik ularni-chu. Shunga keyin Xitoyni e'tirof qildi u xalqaro. Shunga bizning hozir deyishadiganimiz, qarshi turadiganimiz mushu Xitoy sening hech qanday haqqing yo'q. Sen tajovuzchi. Chunki Rus bilan birlashib, Rusdan Stalindan qanday yordamlarni olib, qanday askariy kuch bilan kirgani aniq, tinchlik bilan kirib olgani yolg'on. Bunun hammasining isbotlari bor. Kirgandan keyin bu yer tajovuzchilikni hatto cho'ng davlatlarning Yalta shartnomasida Mong'oliyani
Amerika jim turib olgan. Chunki Rusni Yapon qarshi urushda Gomindanglar Gongchandang birlashsin deganki, Gongchandangni yeniga tortish kerak Rus. Uning uchun undasi Mongoliyadan ansiraydi, u yer Yapon kirib olmasin deb, Mongoliyani mustaqil qilib qo'yg'isi bor. Mongoliya mustaqil bo'lsin. Desa Xitoy unamagandan keyin undasi ma tarafda sen foydalansang bo'ladi, birga foydalanamiz deb bizni shunday yam qilgan Stalin o'z vaqtida. Buni sizlar mendimi yaxshi bilsizlar. Shuninga bizningki masalan decolonization davrini so'zlasam bugun mushunchalik so'zlay, mushunda bir mustamlika qilingan bir davlat biz yani. Yalam emas, ziminni demaylik bundan keyin. Zimin degan quruq yer u. Quruq yer emas, bizning bir davlatimiz bo'lgan u yerda. Shuningga biz mustamlika qilingan bir millat, nation state, colonized nation state, occupied nation state, illegally occupied nation state deyishimiz kerak o'zimizni. Shunda narsani isbotladim. Undan keyin endi kitobning ikkinchi qismlarini kelar qitimliq darsimda o'tib berma, kelar hafta. Unda bo'lsa Xitoy bunda bisivdin deb buning xalqaro ko'z yumdi. Hatto shu vaqtida mustamlika amaldan qosun deb butun dunyo shu orda olayotganda dunyoning ko'zida akirib bizni bisivasa, bizni mustamlika qilsa, cho'ng davlatlar men o'zining manfaati uchun hech kimga qilmadi Xitoyga. Hammasi Xitoyga ko'zini yumib, hatto jo'nlay berib davomli konferensiyalarda BDTda qanda bu Yevropani tillaydi, kechkicha Afrikani mustamlika qilgan chiqitish kerak, butun mustamlikachilar mustamlikadan qutulish kerak degan. Masalan, Sunjun Senning o'zining bayrog'ida o'z vaqtida akirib olganda Five Nation deb akirib olganda 5 yulduz bor. Shu territoriyalarni akirib olgani Sharq Turkiston, Tibet, Mongoliya, Xitoy, Manjuriya degan 5 shu. Bu 5ni nim deb sen akirib olsa, ular Manjuning territoriyasi, bu 5 territoriyani sen akirsan, unda o'zi o'zining qonunida shu vaqtida. Komünist Partiyaning qonunida 1931-yildagi Komünist Partiyaning qonuni bor. Shu qonunda Manju besib olgan non-Han nations, Xitoy bo'lmagan territoriyalar deydi. Chegradagi Xitoy bo'lmagan Manjuning territoriyalari mustaqil bo'lish kerak deb yozilgan. Chunki bu mustaqil bo'lish kerak degan gapni eng boshda Lenin chiqargan Wilsondan burunchi. Shuning bu vaqtda kommunistlar buniga bek amal qilib ashla yozgan. Undan keyin bu haq bizga besib kirgan keyin buniga qat'iy amal qilmadi. Constitution bu haqning qonunining birinchi qitimliq ichilgan constitutionda bor bu. Undan keyin Mao Gomindangmi qurgan vaqtida Rusiyalik Bordun degan odamni avatibgan-ku, davlat qurish nimasi Jango Dagang deydi, davlat qurish sxemasi demdi. Bu Xitoy davlat qurishni bilmaydigan haqqu nation state'ni. Shuni qurdiganga ularning ash davlat qurish nimasini yezib berdi ekanda Jango Dagangni Xitoychada. Ya'ni reconstruction chu davlatniki. Shuni yezib bergan vaqtida shu birinchi boshda yozgan narsasiga qarasanglar Aşının orijinal materialları var. Şunun qarasanglar, bu territoriyalar öz taqdirini o'zi belgilash bo'yicha o'zining taqdirini o'zi tanlash kerak degan narsa bor. Shunda aniq qilib shu Manju besib olgan Xitoy bo'lmagan territoriyalar deb aniq Tibetni, bizni, Mongollarni ko'z tutib shu territoriyalar deb ismini atab yozgan narsa bor. Lekin uni bu Xitoyniki radikal millatchilari shu vaqtda qattiq qarshi chiqib ketib, hozir ismini unutib qoldim, ikkinchisining ismini yozdim bu demak kitobga. Shular bu bo'lmaydi, biz bunda deb qilsak qat'iy bo'lmaydi deb biz Xitoylar shu biz unda qonga nimamiz yo'q, biz ziminimizni har qanday qon bo'lsa sumirib yeb ketib ichimizga ilib boshqa millat qonlarni Xitoy qilib etib zimin va population yani zimin ve nüfusimizni çoğaltış orqali kengaydigan bir millat biz deb oshunda bir ideologiyasi bor ekan bu Xitoyning. Shuningga bu Sunjun Senga u Sovetdan kelib yezib bergan Borduniki yezib bergan narsaga qattiq qarshi ketgandan keyin uni o'zgartib u narsalarni bizni undan mustaqil bo'ldigan qilmay ashta bir avtonomdak bo'ldi deb ki u nima masalan republikmi bo'lmaydiganchu masalan qozoqlarni qirg'izlarni republik qilgan qilib constitution kirgizibgan bizni undami bo'lmaydigan qilib shunda o'zgartib etgan ekanda ma Gomindangnikida u Gomindangning ahmaydigan ammo nima kommunist hozirgi Xitoylarniki desak bu kommunistlarmi shu ana 31-yilgi o'zining constitutioniga bulardinmi bekarak aniq qilib yozganki mustaqil bo'lsin debchi aniq Aşınınğa bularmı əməl qılmadı. Şuna besib kirib oldu. Şuna bu Xitoyninki bizni besib olgani naiti aniq. Buni endi bizni hamma Uyg'ur bizni besib oldi. Biz rost besib olgan, biz ularga o'xshamaydigan tursak deb bilamiz. Lekin qaysi qonunlar bilan, qanday paktlar bilan isbotlaymiz vaqti kelganda, nimalarni o'tirg'i tashlaymiz degan narsada
Bu yerda yana nurg'un sistemlik narsalar yo'qchu. Shuningga men bu kitobda butun qonunlarni misol keltirib, ash qonunlarning ichidan uzundilarni akilib, tariximizdagi masalan men qandoq birinchi qo'l materiallarni deganda shu Xitoyning 19-asrdagi ziyolilarininki memuarlari, eslimalari masalan Zozongtang Chuanji, onkin Sunjongsan Chuanji deganlarni ko'rib chiqdim biroq. Onundan keyin bizga munosabatli nimalar bor deb shulardan misol oldim. Ondan keyin bu Amerika yaqinda nurg'un materiallarni shu bizning ikki jumuriyatga oid Stalin bilan Maoning yozishgan telegrammalari, nurg'un narsalarni yozishgan xatlar shularni e'lon qildi. Shu birinchi qo'l materiallardan foydalandim. Ondan keyin shu vaqtdagi CIAning reportlari CIA'ning reportlarida nurg'un narsa borki, Amerika CIA'ninki shu vaqtdagi reportlardan ba'zilarini declassified qilib chiqargan materiallar borki, shulardan foydalandim. Bu isbotlarning hammasini o'ttirib tashlaganda decolonization davrida ma xalqninki haqsizlikqa uchrab ketgani, butun dunyoning bizga ko'z yumg'ini noiti aniq. Butun dunyoda hammasi mustaqil bo'la olsa, bizni mustamlik qilib qo'ygan shunchalikmi haqsizlikqa uchragan bir xalqda. Dunyo bunga yo'q undaq emas deyolmaydi. Hamma faqat o'tirdi, turibdi. Buni yezib qo'ydim. Endi ikkinchisida bo'pti, sen butun dunyo ko'zingni yumding. Yumgandan keyin qanday bo'ldi? Xitoy bizga davlat bo'lib nation building, ya'ni bu men bir imperiya emas deb, garchi Xitoy amaliyotda imperiya bizni besib olgandan keyin davlat bo'lmadi. Yana uni BDTda imperiya emas, davlat deb e'tirof qilyotdi. Xitoyninki mustamlikachilikka hech kim hech nima demayotdi. Bu mustamlikachilikda Xitoy nimalarni qilyotdi? Bo'pti, bu mustamlikachilik davri tugusin degan bu BDTdagi bu qonun qoidalarni bir tarafga cho'rib qo'yib turaylik. Unda olsa qirg'inchilik bo'layotgan millat nima bo'lishi kerak? Nima uchun mustaqil bo'lish kerak? Bularni kitobning ikkinchi qismida yozdim. Uni kelarki qitimqi darsini so'zlab beraman. Bugun mushunchalik so'zlar, rahmat. Assalomu alaykum Ruqayda. Men bir savol so'raydigan edim. So'rang Tahir. Nayti so'zlagan mazmundan baxush bo'ldim. Hamda mushuningda balkim keyingi leksiyalaringizda so'zlaysiz qachon. Mening qalam kelgani hamda ya'ni mushu BDTning ramkasining ichida mushuni mushu ayni vaqtda mushtaq o'val bo'lgan yoki besib bilingan vaqtda mushtaq bir yo'l bormi demoqchi. Ya'ni mushunda bir mushuni arz qilgan yoki mushu o'zimizning mushu huquqimizni qaytadan bildirib bir arz sungan yoki mushu yo'lni manga oladigan, ya'ni mushu besib bilingan zaminti ayni vaqtda mushu vaqtda diqqatli olmagan yoki boshqa cho'ng davlatlar o'yiniga kirib ketgan degan mushtaq bir yo'l bormi masalan manga oladigan. Okay, tushundim. BDT degan masalan qonunlari, butun qonunlari ashta bo'lmaydi deb butun qonunlari bor. Bu qonunlarning hammasida ABM degandek all people degani bilan butun xalqlar mustaqil bo'lish kerak, erkin bo'lish kerak, o'z taqdirini o'zi belgilash kerak degan nurg'un ashta resolutionlar, conventionlar, customary law deydi. Shuna narsalar hammasi aniq yozilgani hamda bu butun xalqlar degandan faqat shunda ABM deb o'tdim, mustamlik qilingan yoki qartilganligi mushta aniq bo'lgani bilan BDT degan ilqi masalan Security Council'dan bir qaror chiqarib, 5 davlat uchun men bunda bo'lsin, bu bismillah ya'ni nimishki sen imperiya tursa hozirgacha deb Security Council'dan bir resolution, ya'ni qaror chiqarib, peacekeeping bilan ya'ni aralashadigan unda bir nimasi hozircha yo'q. Birinchisi Xitoyning veto power var Security Council'da. İkincisi bu BDT degan davlatlar treaty orqali saqlanib turadigan bir yerda. Bu qonunlarning bir rasmiy enforcement demdik, askeri kuch bilan mecburlanıp amalga oshiriladigan bir roli yo'q. Bu qonunlarning nurg'uni prinsip, ya'ni masalan odamda bir tabiiy axloq u degan bunda qilsak bo'lmaydi, o'g'irlik qilish degan xato deb hammadan bo'ysundigu, shuna o'xshash bir narsa. Davlatlar qanchalik davlatlar bo'ysunib buni praktik qilsa, bu axloq demak, davlatlar cho'qimli bo'ysunish kerak degan bir narsa. Bo'ysunmayman deb yuzsizlik qilib Xitoydagi bunda turib olsinmi? Onunla ilgili bir xil so'lab ya jazolab bir nim qiladigan Security Council'dan 5 davlatning bexatarlik xavfsizligidan bir narsa chiqmag'icha u yerda bir nim qiladigan bir kuchi yo'q. Ammo bu deganlik BDTning hech qanday kuchi yo'qmi deganlik emas. Chunki davlatlar mavjud bo'ladi ekan bu dunyoda, davlatlar munosabati bor, davlatlar savdo munosabati bor, davlatlar diplomatik munosabatlar bor, harbiy munosabatlar bor. Bu munosabatlar bir-biriga giralishib ketgan. Shunga bular BDTdagi qonunlar bilan BDTga bir yerga kelib turib, "Ma qonunda bunda degan sen bunda qilmamsan, unda qilmamsan" deb, yana bular deyishidi, bu yerga keldi. Endi bizning mas'ulimizning biz shu vaqtda shunda bo'ptikan chikatday desa Xitoyga aşında bir kuch bormi degan narsa to'g'ri keldi. BDTning Xitoyga shunda bisim qilaligidek hozir bir kuchi bormi? Bormi deyli?
Lekin Xitoy mencha shu Security Council'dagi veto power'dan Xitoyni bekor qilmag'icha u kuch yetmaydi Xitoyga. Agar Xitoyni BDTga 5 davlatning ichidan chiqarib etsa, uningdan keyin bu bo'ladi. Yoki bo'lmasa shu yerda Xitoyniki veto power'i bu yerda bo'lmasligi kerak, gaping oqmasligi kerak deb qolgan Security Council'dagi qolgan davlatlarning hammasi buni qo'llab, birlikda bir umumiy kuch hosil qilib, besim hosil qilsa, Xitoyga uningdan keyin bu mumkin bo'ladi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, amaliyotda bu shunda bo'lishi kerak. Bu nihoyatda osonla bo'lishi kerak, chunki haq biz tarafda butun pokit turibdi. Lekin buni qilish tas. Chunki bu BDTdagi davlatlar tufaylidan buni qilish tas. Ammo genocide masalasida ikkinchi qitimda so'zlayman. Uningda biza oson. Nimishga desa, bu genocide bo'ldi deb Kosovoga kirdi, boshqa yerga kirdi. Kirish orqali zodi genocide bo'layotgan yerda qirg'in qilayotgan bir xalq bilan qirg'inchilik uchirg'uvchi bir xalq birga turolmaydi, chunki u qirg'inchilik davom qiladi. Bularni ayirib etish kerak degan bu nurg'un yerda bor. Unda bo'lgandan keyin shu qonun bo'yicha bisim qilib ayirib etish mumkinchiligi, chunki biz tarixni akilimiz, unimi da'vo qilamiz, ammo hozirgi ahvolimizmi qirg'inchilik uchrayotganligimiz uchun mustaqillik bo'lmasak bo'lmaydi degan bu narsani press qilishmi BDTda bu nihoyatda muhim. Buni kuchab press qilalaydi deb o'ylayman Security Council'dagilar. Chunki sen Security Council'da veto power'ing bor birsi turib, bunda veto power layoqatiga o'zing qirg'inchilik qilib turib, bunda veto power layoqatiga erishmasliging kerak deb bisim qilish kerak Xitoyga. Chunki sen bir jinoyatchining o'zingning boshqa yerda jinoyat o'tkazsa, jinoyat bo'lmasin deb bilat tashlash huquqing bo'ladi. O'zing jinoyat o'tkazsang, uningga gap yo'q. Shundaymi? Unda advantage olish huquqing bo'lmasligi kerak degan narsa Security Council'da chiqish kerak. Buni men kitobniki 9-qismini biza qisqaroq yozib qo'ydim. Shuna shu keyingi so'zlaydigan darsimda bu bek muhimroq. Ammo bu burunqi bizningki bo'lgan narsalarimiz, bu narsalarni ko'tarib bu mu foydasi bor? Chunki to'liqlaydi bizni bunda genocide qilyapti deganni uchun. Chunki birga yashag'in olmaydi biz ayrim xalq bo'lganligimiz uchun, munda bisib olganlik uchun bizningki bu o'chmanligimiz tarixga so'zildi. Ya'ni bugun tunugun paydo bo'lib qolgan narsa emas, bu o'chmanlik bilan birga yashag'in olmaydi deb BDTda bizning argumentlarimizni, ya'ni o'zimizning haq davosini, munozirani o'ttirib qo'yishimizda bu kuchli bir destek bo'ladi. Lekin shu tasrak. Ko'p rahmat. Ma'noda sizniki kitob yozish uslubingizdan biz yo'liqi mening his qilganim hamda biz masalan siyosatlarning bo'lib har qaysi davlatlarning siyosat tuzuvchilarininki ko'z qarshida turib masalani o'ylashimizga foydasi bo'ldi ekan. Shunlashqa yana bir o'xshamagan bir nuqtadan tushunalayotganmiz bu masalani bo'lib o'zimizning masalasini. Shunga ko'p rahmat. Aytib tushunish bo'ldi. Sizga rahmat ukam. Men bir salamlaykum. Men bir savol so'rasam. Mushu Xitoyninki bizning Sharq Turkistonni tinchlik yo'li bilan ozod qildik deb bizning to'proqlarga ega chiqib, ashtaq talab qilgandan boshqa Xitoyninki mushu jihatdagi Gomindangdan qolgan hamma narsa bizning yoki Qing sulolasidan qolgan hamma narsa bizning deydigan, men faqat ikki narsani aytmangu. Mushningdan boshqa, mushu tinchlik bilan ozod qildik degandan boshqa claimslari bormi? Mush jihatdagi izlanishingiz qanday? Bizning to'proqni Mesela Aqtaşlıq paper'ini yazdık o. Aqtaşlıq paper'ini okugan buluşanlar mümkün. Aqtaşlıq kağızını yazdı Xitay. Bu kağızını tatıp, Xan sulalısını tatıp bizden deyiklik Xitay. Yüzünü örüp lan. Uygurlar Mongoliyadan köçüp gelgenler deyiklik. O ya Xan sulalısını tatıp bizden dey. O ya devlet bulup bakmagan. Bu Uygur degen uya tecavüz kılıp kırvagan bir. Bizden o iki cumhuriyetini qattiq itiraf kılmaydı. O bir üç vilayet mundaqlı bir. O degen bizden Gomindan'a karşı uruşumuzdan bir kısmıyla deyiklik. O bizning Gomindanga qarshi urushimizning bir qismi bo'lsa, amisa bu yerda nemishki mustaqillik xitobnomasi e'lon qilindi. 9 modda nima bu yerda o'ttirib qo'yilgan? Bu askarlar nima? Bu boj sistemasi nima ikkinchi jumhuriyatda? Masalan 3%dan 5%gacha boj elishlar yo'l qo'yilgan, askariy tuzum yo'l qo'yilgan, davlat qurilmasimi chiqarilib bo'lganda masalan, qonun tuzilib bo'lgan. Bu davlat qonuni, constitution, bu yerdagi masalan universitetlar ichilib bo'lgan hattoda, gimnaziyadir. Maktablar, bütün narsa ma'rif sistemasi, bu bütün davlat qurilmasi sistem bular nima? Mesela sening bir davlatingning asli masalanki seningki liberation deb sening kommunistlarningki Gomindanga qarshi urushining bir qismi bo'lgan bo'lsa bu. Uningdan burundan tatib Xan sulolasidan tatib bizning Xan sulolasi Turpanni bir mazgil kontrol qilib, hammani kontrol qilmaganki, keyin kontrol qilinmagan u yerda.
Onundan keyinki hakimiyetlerini sen qanday tushundirsan? Yaqub Bek davlatining hakimiyetini qanday tushundirsa deyish kerak Xitoy. Masalan, Yaqub Bekning Angliya bilan munosabat bo'lgan, Hindiston bilan munosabat bo'lgan, Osmonlar bilan munosabat bo'lgan, uni qanday tushundirdim? U yerda bir davlat bo'lgan rasmiyda. Bu Yaqub Bek Xitoyning davlatimidi, Yaqub Bek Xitoymidi? Bularni Turkiya millatlari shu yerda. Bularni deyishga to'g'ri keldi. Xitoy yuzini o'ribla, shu Xan sulolasidan tortib bizning deb aqtashlikqa yezig'ilib. O Uyg'urlar Mongoliyadan ko'chib kelgan. Uyg'urlar shu vaqtda Mongoliyadan ko'chib kelgan bo'lsa, Ko'k Turk imperiyasi ikkiga bo'lingan G'arb va Sharq deb. Biz Sharqiy turklari Uyg'ur imperiyasini qurgan Mongoliyada. Buni bilsizlar, sizlar hammalar. Qurgan bilan keyin biz Qirg'iz urushi yoki boshqa bir sababdan 840-yili biz o'zimizning G'arbdagi imperiyaning G'arbdagi Ko'k turklarning yeniga ko'chib kelib, qarliq yog'malar bilan birlashib ketdik. U yerdagi Tochariyan va boshqa shu yerdagi Parislar, Tochariyan, ya'ni burunqi Yevropalik shu yerning asli burunqi boshqa millatlar bor-da, u yerda eng burun paydo bo'lgan. Shular bilan aralashib biz Qarxonlar davlatlarini qurdik, Ediqut state'ni qurdik masalan. Bu hokimiyatlarni qanday nimdaysa Xitoycha endi. Agar Xitoy shu yerning yeri bo'lsa, nimdab bu yerda bu imperiyalar qurilib qoldi? Qanday hokimiyatlar chiqdi bu yerga? Bu hokimiyatlarning hammasini Uyg'urlar qurdi. Uyg'urlar agar shu vaqtda Mongoliyadan ko'chib kelgan xalq bo'lsa, Uyg'urlar u yerga kelib hokimiyat qurib bo'lgandan keyin u yerdagi o'zining boshqa turkiy qavmlari bilan hamda Tochariyanlar bilan hamda boshqa Paris, Arab savdogarlar Ipak yo'ldan o'tgan. Bular hammasi bilan changlashib, keyin Mongollar kirganda Mongollar bilan changlashib, bugungi Uyg'urlarni shakllantirdi. Sen bugungi Uyg'urlarni qandaqsiz sizlar Mongoliyadan ko'chib kelgan deyalaysiz, sen burun Mongoliyadan ko'chib kirgan Uyg'urlar degan u yerda bir muncha davlat qurib aralashib ketgan tursa. Bu narsani deymizda, Xitoy bu masalan nimali deymizsa Xitoyniki yolg'on. Qayerdalar akasi uchun? Rahmat Ruqiya. Men bu savolni so'rashimdagi maqsadim menmu shu Xitoylarning ba'zi materiallarda Qing sulolasidan boshlab shu nim qilgan hamma to'proqlar bizning deydigan, hatto Gomindannikini bizning deydigan har xil gaplari bor bu Xitoyning-chu. Mush masalan aqtash Xan deydi, Xan sulolasidan deydi Xitoy zot. yana bir dokumentda men Qing deb ko'rgandim. English dokumentda. Anyway, my point is okay, ben bunu argue qilish uchun demayapman. Meningki buni deyishimdagi sabab Xitoyning mushu o'xshamagan dokumentlarda o'xshamagan shu zamonlarni, o'xshamagan shaxsiylarni yoki Gomindanning yoki tinchlik bilan deb mushu o'zlarininki munozirasininki ichidami ixtilof borligini o'zimizninki nimasi uchun manfaat uchun ishlatishga bo'ladi demoqchiman-da endi. Mushtaq masalan aqtashlik kitobda bir xil, yana bir kitobda bir xil bizning to'proqlarni claim qilgan vaqtda bularningmi bir nimasi yo'q. Make up your mind. What is qaysi to'g'ri sizning uchun Xitoy deb bundaq argument qilsaqmi bo'ladigan bir nuqta demoqchiman. Rahmat. Masalan Xitoy bog'u, shu hozirgi Xitoy, hozirgi ma hukumati, hammanglar bilib turibsizlar, shu aqtashlik kitobini va boshqa tarixiy dokumentlarni asos qildi. Buning hammasi ham shu Xan sulolasidan tortib bizning deylik. Uni argu qilib yoki ma vaqtidan tortibdi, a vaqtidan tortibdi demaydi. Hatto bu Xitoyning tarixini yozganda men o'zim Xitoyning tarixini o'qigangu, bizga qat'iy Sharq Turkiston to'g'risida yoki bizning vatan to'g'risida hech qanday tarix o'rgatmaydi. Bu yerda zodi burundan tortib shu yerda Xitoylar botdi deydi-chu. U ayrim davlat qurilmaganlar Xitoylar botdi. U bir oz sonliq millat Uyg'urlar bir kichik millat deb oshtoqli o'tdi. U hech narsani demaydi. Xitoyning undaq dokumentlarga access qilishmi, unda o'zaro argu qilgan narsalarga access qilishmi, erishishmi pek tez. Undaq bir dokumentlarni men ko'rmadim hozirgacha. Mening ko'rgan dokumentlarimning hammasida undaq argu qilg'iliq emas. Hatto Manjunimi, ammo bizni keyin bular chiqarib atgan, keyin turklar, arablar besib kirib, Xitoy biz Xan sulolasi bizning zaminimizda uya, bular bizni qo'g'lab chiqarib o'tib, bular tajovuz qilib, bu turklar bilan tortib olgan, bular Mongoliyadan ko'chib kelib tortib olgan Uyg'urlar. Türkler bilan birleşip. Onundan keyin bu zaminni biz yana qaytırıp aldık deydiganlar bor. Qaytırıp aldık degende Zozongtangni ko'zi tutadi Manchuni uchun. Chunki Zozongtang Xitoy. Manchuni general Xitoy bo'lg'ashqa Zozongtang bu zaminning muhimligini ko'zda tutib, keyin Manchular yana bu yana qaytırıp aldı. Mongollar biz Mongollardan qutulgandan keyin Manchularninkini shu Zozongtangni deb turib oldi-da. Amaliyotda boshqa argumentlarda ABMni deb o'tdim. Zozongtangni sen Xitoy desang, u Manchuning generali. Sen o'zing Manjuni e'tirof qilmaysan. Sunjung sen Mao deganlaring hammang Manjuni bizni Xitoyni besib olgan deb qaraydi Manju imperiyasini. Manju imperiyasidan ozod bo'ldik deydi o'zini. Unda sen Zozongtang nim deb e'tirof qilsan. Zozongtang nimishki Xitoy deysan.
Gomindangninkini mi vaqti kelsa bular deydiki, shu Jinshurun, Yang Zisheng deganlarning hammasini konflikt mishadin chiqyapti. Necha konflikt bor. Kitobga konfliktlarni yozib qo'ydim o'zlarining o'ziga. Double H ikki xil usulda o'ynagan uchun. Masalan, shu Yang Zisheng u bu degan militaristlarni bular e'tirof qilmaydi Xitoy. Bular nima? Bular Gomindangning odamlari deb Zhou Enlai Bandan konferansiga borgan vaqtda so'zlagan so'zi bor. Gomindangni e'tirof qilmaysa, deb 70-yilgacha bularni e'tirof qilmagan-ku dedi. Bizni e'tirof qilsa, u qonunsiz hukumat deydi. Qonunsiz deb o'zing e'tirof qilmay, undan keyin sizlarni biz billa ozod qildik, sizlar asli bizning ziminimizdanglar. Keyin Gomindang u yerga kirib olgan. U Gomindangmi, lekin Xitoyda shu vaqtda sizlar bizning qo'limizda. Lekin biz ikki partiya bo'lganligimiz uchun biz bir-birimizla urushib, sizlar biz bilan billa ularni qo'g'lab chiqarib billa ozod bo'ldik deb butun imperiyaning ziminini o'ziniki deb oldi. Ashta bir-biriga konflikt, siz degandek. Ashta konfliktlar bor.